Assalomu alaykum o'rtoqlar. 2025-yil qanaqa Wi-Fi router olish kerakligi haqida qisqa video. Wi-Fi 5 texnologiyali routerlar hozir aktual bizning hududda. Wi-Fi 6 va Wi-Fi 7 texnologiyali routerlar ham chiqqan. Ulardan ham foydalanishadi. Faqat u juda ham qimmat bo'lgan hisobiga hamma ham ololmaydi. Wi-Fi 5 texnologiyasi 2,4 GHz va 5 GHz chastotasida bir vaqtning o'zida ishlaydi. Oldingi eski routerlar esa 2,4 GHz chastotasini o'zida ishlagan. 2,4 GHz chastotasi Wi-Fi to'lqinlarini uzoqqa sochadi, lekin internet tezligini juda ham past bergan. Wi-Fi 5 texnologiyada va 5 GHz chastotasida qisqa masofaga o'z to'lqinlarini jo'natadi, lekin internet tezligi juda ham baland, bemalol streaming o'yinlarda qotmasdan ishlata olasizlar. Wi-Fi router olganda ishonchli brenddan olinglar. Wi-Fi router olganda uning portlariga ham e'tibor beringlar. LAN portiga gigabitli bo'lishi kerak. Agar 100 megabitli Wi-Fi router olib qo'ysanglar, juda ham katta xato qilgan bo'lasizlar. Internet skorostilarni hozir 500 megabitli olgan bo'lsangiz, sizlarga chiqarib bermaydi. Shuning hisobiga gigabitli Wi-Fi router olinglar. 2 diapazonli Wi-Fi router olsanglar, shunda ancha yaxshilaydi. Ko'p berishadigan savollar bor. Ya'ni ko'p xonalarimga Wi-Fi to'lqinlari yetib bormayapti deyshadi. Wi-Fi router to'lqinlari yetib borishi uchun siz uyingiz o'rtasiga o'rnatishingiz lozim. Wi-Fi routerni va 5 GHz chastotasini aytib o'tganimdek, uzoq masofaga sochmaydi. Shuning hisobiga 2,4 GHz chastotasiga ulanasizlar agar uzoqroq masofada ishlatishingiz kerak bo'lsa. Agar bitonli domlar bo'lsa, u juda ham qiyin. 2,4 GHz chastotasi ham uzoqqa sochib bermasligi mumkin, chunki bilasizlar, biton armaturalar Wi-Fi to'lqinlarini to'sadi. Hattoki oshxonangizga Wi-Fi router qo'yib qo'ysangiz, mikronovka, xolodilniklar ularni Wi-Fi to'lqiniga xalaq qiladi. Wi-Fi routerlar yaxshilamaydi. Wi-Fi routerlar radio kanallarda ishlaydi bilsanglar. 2,4 GHz chastotada 13 ta radio kanal bo'ladi va radio kanali hisobiga qo'shni Wi-Fi routerlar bilan bitta radio kanalga tushib qolsa yaxshilamaydi va o'sha aytib o'tganimdek xolodilnik va mikronovkalar, hattoki Bluetooth qurilmalari Wi-Fi ishlashiga, tezligiga xalaq qiladi. Shuning hisobiga oshxonaga emas, o'sha uyingizning o'rta qismiga, koridorlarga qo'yishga maslahat beraman va yerdan balandroq qilib qo'yinglar. Shunda ancha internetinglar yaxshi ishlaydi. Agar sizlar jipon internetdan foydalansanglar, optik tolali, optik tolaga ham Wi-Fi 6 routerlar kelgan. Hozirgi kunda bozorlarda taxminan 550 ming so'mlar atrofida ko'rdim. 2025-yil mart oylarida shunaqa ko'rdim. Jipon routerni olib almashtirishlarini maslahat beraman. Ustelecom abonenti bo'lsanglar, Ustelecom Wi-Fi